Büyük Birlik Partiyasi raisi Mustafa Destici 2018 yil haqida to'xtalganda, Sharqi Turkiston xalqining bu mezgilda madaniyat qirg'inchiligi va assimilyatsiyaga duchor bo'lganligini ta'kidlab, 2019 yilning Sharqi Turkiston uchun haqqoniyat yili, adolat yili va hurlik yili bo'lishini tilayman. Yüreklerimiz her vaqt ular uchun so'qmoqda. Büyük Birlik Partiyasi bo'lish sifatimiz bilan ular bilan birlikda nafas ilayotganligimizni, ular bilan birlikda yashayotganligimizni bildirib qo'yishni xohlaymiz dedi. Malayziya Baş Ministri Mahathir Mohamad buningdan burun vaqtliq to'xtatilgan Xitoy bilan bo'lgan 20 milliard dollar qiymatidagi qurilish turlarining munosib shartlar ostida davomlashtirish uchun suhbat o'tkazish vaqtini belgiladi. Malayziyada Xitoycha nashr qilingan Shingchu xabar to'g'riga so'z qilgan Mahathir, Sharqiy qirg'oq temir yo'li qurilishi haqida bir mezgildan buyon Xitoy taraf bilan muzokara olib berayotganligini, lekin qoyil qilarliq bir natijaga erishalmaganligini bildirdi. Davlat miqyosida diniy ibodatlarga qattiq cheklama qo'yib kelgan Xitoy doiralari Yunan o'lkasida Tungan musulmonlarga tava 3 masjidni taqavatdi. Xitoyning g'arbiy janubidagi Yunan o'lkasida 3 masjidning taqib etilganligi Xitoy doiralari tomonidan dalillandi, lekin jamoatning qo'lga ilinganligi e'tirof qilinmadi. Vishan noyillik tashviqot bo'limi qonunsiz ibodatlar sababli 3 masjidning taqilib, kerakli tadbirlarning ilinganligini bildirdi. Xitoy general Lu Yan Xitoyning bir Amerika aviamatkasini cho'ktirib etishi bilan aviamatkadagi 5000 kishining hayotidan ayrilganligini, ikki aviamatkani tushirsa o'lganlar sonining 10 mingga chiqadiganligini aytdi. Xitoy general Lu Yan Amerika bilan Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishlarni Xitoyning ikki Amerika aviamatkasini cho'ktirib etish orqali oxirlashtira oladiganligini, lekin buning 10 ming kishining o'limiga sabab bo'ladiganligini bildirdi. Xitoy bilan qo'shni davlatlar orasidagi mudofaa kelishimlari ramkasi ichida Xitoy Pokistonga yuqori texnikalik bir urush paroxti yasab berishga boshladi. Xitoy GESning davlat kema yasash shirkatidan naql qilishicha, bu kema Shanxaydagi Xudong Junhua portida yasalayotgan bo'lib, Xitoyning eng yangi tiplik urush paroxti ekan.